Muhtaram Prezidentimiz O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi va xalqiga navbatdagi murojaatnomani yo'lladi. Bu umuman olganda murojaatnomalar 6-chi murojaatnoma bo'ladi. Albatta oldingi yillardagi murojaatnomalar keskin farq qiladigan, umuman olganda mamlakatimiz taraqqiyotining bir yangi bosqichida amalga oshirildi desak bo'ladi. 2025-yil O'zbekiston juda katta yutuqlarga erishganligi, iqtisodiyot, siyosat, xalqaro siyosat, hamkorlik borasida ham katta bir yutuqlarga erishganligi mana shu murojaatnomada ta'kidlanib, yalpi ichki mahsulotimiz 2024-yilda 115 milliard bo'lgan bo'lsa, aynan 2025-yil 145 milliard dollarga yetganligi ta'kidlandi. Bularning barchasi zahmatkash xalqimizning mehnati evaziga yangi infratuzilmalar, hamkorlar, investitsiya miqdorlarining oshishiga qaratilgan bir soha yo'nalishi natijasi sifatida e'tirof etildi. Shu bilan birgalikda O'zbekistonda 2025-yilda xorijiy mamlakatlardan jalb qilgan investitsiya miqdorlari 45 milliard dollar bo'lganligi, O'zbekiston ishlab chiqarishida, yalpi ichki mahsulotida investitsiyalar miqdori 33.1% ga yetganligi ta'kidlandi. Bu marralar keyingi yillarda albatta yangi bosqichga ko'tarish, 2026-yilda amalga oshiriladigan islohotlar natijasida biz belgilagan marra, ya'ni 160 milliarddan ham oshirish maqsadi belgilandi. Xususan 2026-yilda O'zbekistonning yalpi ichki mahsuloti 167 milliard dollar bo'lishi belgilandi. Endi men shu o'rinda e'tiborni shunga qaratmoqchimanki, muhtaram Prezidentimiz keyingi 2026-yilda amalga oshirilgan islohotlar 6 ta yo'nalishni muhim yo'nalish sifatida belgilab berdi. Birinchi asosiy yo'nalish sifatida 2026-yil nomiga monand tarzda mahallalarda rivojlantirish, jamiyatni yana ham taraqqiy ettirishga qaratilgan birinchi asosiy ustuvor yo'nalishda mahalla infratuzilmasini rivojlantirish, mahallalarda yangi O'zbekiston qiyofasini olib kirish masalasini ta'kidladilar. Va shu o'rinda mamlakatimiz rahbari mahallalardagi infratuzilmalarni takomillashtirish, yurtimizdagi demak 230 ta tuman va shaharlarda bevosita mana shu tizimni takomillashtirish bo'yicha vazifalar qo'ydilar. Va shu o'rinda mamlakatimiz rahbari iqtisodiyotimizni barqarorlashtirish, mahalliy byudjetni takomillashtirish bo'yicha ham qator bir muhim islohotlar belgiladilar. Shu kunga qadar soliq tushumlari va o'sha tuman va shaharlarda daromadlarini 5-10% gacha mahalliy byudjetlarda qoldilar edi. 2026-yildan boshlab bu Toshkent shahrida 10% gacha, viloyatlarda esa 20% gacha miqdorda o'sha mablag'lar o'sha infratuzilmaga rivojlantirish uchun qoldirilishi belgilandi. Bu ham katta bir natija mahalla infratuzilma shakllantirishda, mahalladan boshlangan islohotlarni takomillashtirishda muhim bir katta bir o'zgarish sifatida baholash mumkin. Shu o'rinda yana ta'kidlash mumkinki, 2026-yilda mahalla infratuzilmasida, umuman tizimda yoshlarni ish bilan ta'minlash, aholini demak iqtisodiy barqarorligini ta'minlash bo'yicha ham qator islohotlar belgilandi. Bularning barchasi mamlakatimizda yangi infratuzilma shakllanishida, mamlakatimizda inson manfaatlari, inson xalqning roziligi haqida gapirildi. Va shu o'rinda yana aytib o'tish kerakki, bu islohotlarimiz keyingi yillarda yangi marralarga olib borishi, O'zbekiston 2030-yilgacha 240 milliard dollargacha yalpi ichki mahsulot yetkazish, aholi jon boshiga daromadni 4000 dollardan oshirish va biz maqsad qilgan aholisi o'rtacha daromaddan yuqori bo'lgan mamlakatlar qatoriga kirish maqsad qilinganligini ko'rishimiz mumkin. Albatta ushbu murojaatnoma keyingi yillarda mamlakatimizda alohida davlat dasturi asosida iqtisodiyot, siyosat, ma'naviy soha barcha jabhani takomillashtirishga qaratilgan islohotlarda asosiy debochasi bo'ladi. Yangi qarorlar, farmonlar qabul qilinishi, qonunlar qabul qilinishiga turtki bo'ladi, asos bo'ladi. Shu o'rinda mamlakatimizda so'nggi yillarda mana shu turli jabhalarda olib borilgan islohotlarni har yo'nalishda takomillashtirish bo'yicha ham qator takliflar bildirildi. Bularning barchasi albatta xalqning farovonligi, yurtning farovonligi va O'zbekiston prezidenti ta'kidladiki murojaatnomaning oxirida, biz dunyo mamlakatlari havas qiladigan, dunyo xalqlari hurmat qiladigan millat va elatga aylanib bormoqdamiz. Mana shu islohotlarimiz keyingi bosqichda ham albatta mana shunday yangi marralarni egallashda, xalqaro reytinglarda yuqori o'rinlarda bo'lishda ta'kidlandi. Va shu o'rinda bir reytingda prezidentimiz ma'ruza davomida, murojaatnoma davomida aytib o'tdilar. Mamlakatning aytaylik davlat texnikaviy taraqqiyoti bo'yicha 2025-yilda 71 pog'ona yuqorilagani va jahon mamlakatlari orasida 10 ta mamlakat, ya'ni 10-o'ringa chiqqanligini ta'kidladilar. Bularning barchasi iqtisodiy sohada qilayotgan driver o'zgarishlar, mamlakatga yangi infratuzilmalar jalb qilish, xalqaro investitsiya jamg'armalarini O'zbekistonga jalb qilish masalasida
ta'kidlanganligi va prezidentimiz ta'kidladilarki, mana shu mahalliy infratuzilmasi, qolaversa iqtisodiyotda turli sohalarni rivojlantirish uchun biz bugungi kunda 140 milliard dollarlik investitsiya loyihalarini amalga oshirganmiz. Albatta 2025-yilda mana shu loyihalarda O'zbekistonga olib kirish natijasida 50 milliard dollar miqdorida investitsiya kirib kelish mumkinligi va yuqoridagi birinchi ustuvor yo'nalish hisoblangan mahalliy infratuzilmasini takomillashtirish, aholini farovonligini oshirish, aholini aytaylik o'sha ehtiyojlarini yana ham qondirib mamlakat farovonligi uchun bular xizmat qilishi ta'kidlab o'tildi. Umuman olganda ushbu yildagi murojaatnoma xalqimizning farovonligi, yurtimizning ravnaqi, yurtimizni dunyoda nufuzi yana ham oshishiga xizmat qiladi. Xalq farovonligi, yurt tinchligi, barqarorligiga xizmat qiladi deb o'ylayman.